rostini ayting. Birinchi darsda men уже ularni ruhlantirib yuboraman. Kelish kerak degan manipulyatsiya qilaman. Menda bir haftaning ichida 5 ta yangilik bo'ladi. Bilim bor, biroq metod bo'lmasa, metodika bo'lmasa, foydasi yo'q. Uyga kirsam, dadang o'ldiradi sensiz kirsam deb juda 3 marta aylantirsa, so'kmaydi, baqirmaydi degan narsa bo'ladi-ku. Level good or bad on the best of the best. Shu ertaga ish ham topiladi, dars ham bo'ladi. Xohlagan payting bitirib kelganingdan keyin ham senga maktablarda xohlagan joyingda ish topasan. Filosofiyalik manda tushunib qoldim. Bu yoqda baribir tushgan. Bu meni zaif joyim tutdi. Wow, kim u? Nimadir qilaman xullas, hozir shu vaziyatdan o'tib olsam bo'ldi deganman. Baxtni men tushunmayman, men seznaman deng. Shu kungacha shunaqa bo'lgan. Nima bo'lsa ham faqat oldinga. Ne bo'lsa-da. Ne bo'lsa-da. Zo'r. Ikkinchi kursdan uzatib yuborishadi degaman. Shu bilan hammasi tugadi. Hozir istadik-da. Shunaqa zaochni topshirasan. O'shni topshirasan. So'ng shuni aytadi, niyatida durust aytib bilish kerak deb. So'ra grant. So'raganda berardi. Bilaman, yechib tashlayman hammasini. Chegarani bilasizda. Siz atrofni, dunyo qarashingizni kengaytirib, atrofni ko'rmagunizcha baribir o'zingiz qobig'ingizda qolasiz. Hammaga salom, bu Kundelayk podkasti. Men boshlovchingiz Perizat Ayapbergenova, ham mehmonda Zilola Allakova. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Umrdagi Zilolaning urani qanday? Nima bo'lsa ham faqat oldinga. Ne bo'lsa-da. Ne bo'lsa-da. Zo'r. Har doim oldiga talpinishdan sharchamang, kuch, jigar sizda tark etmasin. Rahmat. Zilola, siz o'zingizda IT yo'nalishi bo'yicha ko'p jamiyatlik tadbirlarda hamda jo'xori o'quv o'rningizda tanitgansiz. Bu tarovga kirib kelishingizga kim yoki ne sabab bo'ldi? Bu yo'nalishga kirib kelishimga birinchi navbatda mana shu o'qishimizda ustozim bo'lgan Adilboy Kengesboyev degan o'qituvchimiz, o'sha inson sababchi bo'lgan IT sohasiga kirib kelishimga. Eng boshida IT sohasini kompyuter savodxonligidan boshlaganman. Ya'ni o'sha ustozimning yonida yurib, o'rganib, vaqti kelgan paytda o'sha kurs bor edi, kompyuter savodxonligi, o'sha o'quvchilarga ularning o'rniga dars o'tib, keyin учебный sentrlarda ishlab, shu bilan kirib kelganman. Eng boshida. Keyinchalik mendagi salohiyatni, intilishni ko'rgan ustozim, keyin shoshmay turib, o'sha bo'ldi, izini davom qildiramiz ortini degan. Keyin shu bilan IT sohasiga aralashib ketganman, keyin startup proyektlar chiqqan, loyiha qilishni boshlaganmiz, jamoa qilganmiz. Hozirgi kunda o'sha jamoa bilan ishlayapmiz. Albatta, shumslaringizga taskin topsizlar. Sezib ulgurgan bo'lsangiz, startapper qizimiz Zilola o'tiribdi hozir qarshimizda. Ne uchun birdan so'rovlarga o'tib ketdi demang, hozir o'zini tanishtiradi. Zilola o'zi qayoqdan kelgan, ne uchun Nukus qalasida o'z жұмысын, o'z o'quvini olib borib atir, barin birga bilib olamiz. Men de bilmayman edi. Marhamat. Siz kimsiz deydi-ku? Ismim Zilola. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tavallud topganman. Yoshligimdan shunaqa tadbirlarda, tanlovlarda aktiv bo'lganman. Maktab paytimdan boshlangan. Keyin birinchi faoliyatimni jurnalistikada boshlaganman. Xorazm davlat telekanalida iste'dodli yoshlar ko'rsatuvini olib borganman. Yosh jurnalistlar maktabida o'qiganman. Keyin eng asosiy yo'nalishim matematika, informatika bo'lgan. Ya'ni matematika, fizikadan tayyorlanganman o'qishga. Bilamiz, qiz bolaga bizga tarafda o'zbek madaniyati bo'lganidan keyin qiz bolaga nima yaxshi, o'qituvchi bo'lgani yaxshi yoki bo'lmasa shifokor bo'lgani yaxshi. Menga uydagilar o'qituvchi bo'lishni talab etishgan. Keyin aytishgan, matematika o'qituvchisi yo'q bizning avlodimizda, matematika o'qituvchisi. Shu ertaga ish ham topiladi, dars ham bo'ladi. Xohlagan payting bitirib kelganingdan keyin ham senga maktablarda xohlagan joyingda ish topasan. Oliy ham yaxshi deshgan. Keyin xo'p deganman, o'sha matematikadan, fizikadan tayyorlanganman 1 yilcha. Keyin o'qishga topshiradigan payti kelgan paytda zaochniy topshirasan deshgan. Уже men o'ylaganman, hozir zaochniy o'qiydigan bo'lsam, 1 yil o'qishga kiraman. Keyin orada ishga kirsam, keyin уже ikkinchi kursdan uzatib yuborishadi degaman. Shu bilan hammasi tugadi. Shunaqa endi nima bo'lgan? Masalan, siz atrofni, dunyo qarashingizni kengaytirib, atrofni ko'rmagunizcha baribir o'zingiz qobig'ingizda qolasiz. Bizning atrofimizdagi qobiq shunaqa bo'lgan. Masalan,
endi joy unchalik emas. Endi ko'pchilik atrofimizda masalan yosh turmushga chiqib ketadi, erga berib yuboradi, shunaqa bo'lgan. Ertaga men ham shunaqa bo'laman, keyin bitta bolali bo'laman, uyda o'tiraman, ishlamayman, karyeram, meni potensialim u narsada emas. Bu narsani men o'sha maktab paytimda ham bilganman. Potensialim yuqori. Men qanaqadir missiyani bajarish uchun kelganman. Ya'ni qilishim kerak. O'zi yoshligimdan bitta joyda o'tira olmaganman. Keyin zaochniy o'qishga topshirishgan, keyin o'ylaganman, mayli, qabul qildim o'sha narsani. Hech bo'lmaganda Toshkentga borib turib, o'sha Toshkentda imtihon topshirgim kelgan. Toshkentga borish hozir masalan har oyda 2 marta, 3 marta borib kelaman. O'sha paytlar vau narsa bo'lgan. Toshkent bu shahar. Arzu bo'lgan. Arzu bo'lgan. Borish qanaqa u degan narsa keyin bitta sabab bo'lish kerak bo'lgan. U yoqqa borish uchun jiddiy sabab bo'lish kerak bo'lgan. Opamni to'yida borganmiz. Xolamlar bor, yoqda qarindoshlarimiz bor. Opam to'yida borganman. Bir marta borganman o'sha maktab paytida, bir marta borganman. O'sha ekzamenga topshirishga boray deganman. Keyin yo'q deyishgan, o'zim majburan yashirib o'zgartirganman ekzamen joyini. Keyin yuborishga majbur bo'lishgan, opamlarnikiga borganman. Ekzamen bordik. Endi ichimdan bu narsa men uchun emasligini his qilyapman. Shunaqa ichingizda nimadirlar o'tadi-ku. Men uchun emas, yo'q, sen unaqa qila olmaysan. Kirdim, savollar turibdi, ochib o'qimadim. Faqat titul varaqasi bo'ladi-ku. A, B, S, D, S, C, S, D, D deb belgilab chiqdim. O'qimadim. Men 1,5 yil tayyorlanganman matematika, fizikadan. Bilaman, yechib tashlayman hammasini. Keyin chiqdim, pochcham bilan xolam qizi, opam turibdilar. Bo'ldi, grant sizlar, birinchi grant dedi. Yo'q, yiqildim men demadi. Nimaga dedi, ishlay olmadim. Yo'q, ochib ham qaramadim dedim. Opamga aytdim, ochib ham qaraganim yo'q dedim. Keyin yaxshi dedi. Har doim menda A, B reja bilan yurganman. Meni bir rejam bor edi. Bu jurnalistlar maktabiga men ekzamen topshirib suhbatdan o'tgandim. O'sha joyda yuraman-ku, o'shada o'qiyman-ku deb anaqa qilganman. 1 yil shunaqa qilib tursam, keyingi yil amallayman. Nimadir qilaman xullas, hozir shu vaziyatdan o'tib olsam bo'ldi deganman. Keyin qaytganmiz, natijalar chiqqan. 69 ball olganman. Prosta masalan hamma o'qishdan yiqildim deb xafa bo'ladi-ku. O'qishdan yiqildim degan xursand bo'lganman. Men xursandman, mendan baxtli odam yo'q. Uyda hamma o'zing o'qimagansan, tayyorlanmagansan, faqat kursga borib kelgansan. O'tiribman. Keyin jurnalistlar maktabida o'qish boshlandi. Qo'ng'iroq qilishdi. Borishim kerak, uydagilarga aytish kerak. Nima qilaman? Sekin oyim yoniga borib shunaqa deb aytishni boshladim. Oyim bolalikda orzusi bo'lgan, o'sha jurnalist bo'lishni orzu qilganlar oyim. Lekin o'sha ma'lum bir sabablarga ko'ra bo'la olmaganlar. Ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'lgan. Hozir xalqqa, bolalarga ma'naviyat tarqatadilar, madaniyat tarqatadilar. O'zlari she'r ham yozadilar. Men ham she'r shunaqa nimalar yozib turaman. Mendagi potensial ko'proq onamdan o'tgan deb o'ylayman. Onamni potensiali yuqori bo'lgan, lekin imkoniyatlari kam bo'lgan. Men shu narsani onamga tushuntirganman. Bitta ko'ring. Keyin siz tasavvur qiling, 17 yoshli qizsiz, 4 kunda Qoraqalpog'istonda turasiz, Xorazmga borib kelishingiz kerak o'qishga. Cheresdan borib kelishimiz kerak. Yubormaydi. Sizlar degan. Iltimos deb anaqa qilganman. Keyin Toshkentda o'qiydigan, yuridikada o'qiydigan opam kelgan uyimizga. Shunaqa bo'lyapti, men jurnalistikaga kirdim deganman. Bo'pti, davay, men sen yoningda borib kelaman degan. Keyin 3 marta yonimda borib kelib yurgan, o'sha yo'lni o'rgandim, borib kelishib. Keyin 6 oycha qatnadim. U yerda o'qiyotgan paytimda o'sha bizaga televideniyada ishlaydigan opa dars bergan, Nilufar ustoz. O'sha aytgan, senga darsdan keyin opaga taklif bor degan, ko'rsatuvim bor, meni chiqasan boshlovchi bo'lib degan. Yes. Chiqaman deganman. Faqat masalan bizaga toq kunlar dars bo'ladigan bo'lsa, meni syomka faqat juma kuni bo'ladi degan. Juma kuni ertalabdan kelishing kerak degan. Xo'p deganman. Keyin chiqishni boshlaganman. Shundan keyin o'sha yashaydigan joyimizda atrofmoqda televizorda chiqishni boshladim-ku. O'sha hamma jurnalist. Oyimga dedimki, jurnalistning onasi, shunaqa, "Vau, televizorda ko'rdik biz Zilolani. Shunaqa zo'r olib boryapti, u bu" deb ketishgan. Keyin shundan keyin unaqa qarshilik qilishmagan jurnalistikaga. Bo'pti, yuborib qo'yishgan 6 oycha, 5 oy, 5-oyida уже bormaysan deshgan. Sababi bizada soat 2 da dars boshlanadi, 4 da tugaydi. 4 dan 10 minut o'tganda avtobus bor. Xorazmdan 4 yo'lga qaytadigan avtobus. Anaqa qadimgi Isuzu avtobuslar bor-ku, o'shanda tik turib qaytamiz. Sabab juda ham ko'p odam bo'ladi, studentlar ham qatnaydi, yosh, katta yosh, hamma avtobusda qatnaydi. 7000 so'm. Kunlik pulim qilib qo'yganman, 20000 so'm olib ketaman uydan. 7000 borish, 7000 kelish, keyin qolganiga xuddi o'g'ibman.
keyin shunaqa qildik, уже kech qolyapsan, bo'ldi. Kech yurma deb bir paytlari avtobusdan kelgandan keyin bu yoqda To'rtko'lda sal qishloqroq joyda turaman. O'sha shahardan qishloqqa qaytishga mashina qolmay qo'yadi. Marshrutka qolmay qo'yadi. Keyin o'sha yerda taksida qaytamiz. Oyim yo'lga chiqib turadi. Ko'chani boshiga chiqib turadilar oyim. Uyga kirsam, dadang o'ldiradi sensiz kirsam deb ko'chani boshida kutib turadi. 6larda, уже qishni paytida 6larda kech bo'lib ketadi. O'sha noyabrdan boshlab. Keyin yo'l bo'yi o'sha ko'chani boshidan uyga kirguncha oyim bilan "Yo boraman, oyim qo'y, bo'ldi, yetadi, shunaqa kelamiz." Keyin uyga kiramiz, dadam hech narsa demaydi. Hech narsa demaydi. Hozir uyga kirsang dadang o'ldiradi deb keladi-ku, hech narsa demaydi. Ovqatlanamiz, o'tiramiz. Keyin ertasi kuni bu уже bormaysan. Akam, dadam hammasi bu yopib tushirdim o'zini. Akam aytadi, "Ertaga men obedda uyga kelaman, obed qilishga" dedi. Ishdan uyda bo'lishing kerak dedi. Uyda bo'lmasang tamom dedi. Xo'p dedim. Keyin ertalab choy ichamiz oyim bilan. Borishim kerak dedim. Yo'q, dadang yo'q deb bormaysan. Borishim kerak dedim. Masalan, hamma narsa oxirigacha borish kerak. Oxirigacha borish kerak. Masalan, siz bitta ishni boshladingizmi, oxirigacha yetkazmaydigan butun hayotingiz shunaqa bo'lib ketadi. Hamma narsa chala qoladi. Bitta loyiha boshlaysiz, qoldi. O'qishga topshirasiz, qoldi u ham. Hamma narsa chala bo'lib ketadi. Masalan, keyin nozik joyidan tutishga qaradim. Ertagada masalan, hozir bundan olib qolyapsiz, undan olib qolyapsiz. Kursga qatnayotgan paytda yarimida olib qolishgan, shunaqa kech bo'lib ketdi, qiz bolaga deb. Keyin ertagada turmushga chiqsam, mabodo, turmushga chiqsam, mabodo. Endi turmushga chiqsam masalan, u ham chala qolib ketsa dedim. Endi Xudo ko'rsatmasa, u narsa chala qolib ketsa nima qilasiz deb qaytib kelsam masalan. Уже mana miyamda shu narsa tuzilib ketadi-ku dedim. Bu ham chala, u ham chala, hamma narsa chala bo'lib ketadi. Men borishim kerak, xolos ketaman dedim. Keyin hech narsa demadi oyim, gapirmadi. Keyin narsalarni taxladim, chiqib ketdim. Bordim, keldim, endi qaytish kerak, uyga qaytish kerak. Ketib bo'ldim men, уже qadam bosib bo'ldim, orqa yo'l yo'q. Bordim, tushdim, syomka hamma narsa qildim, keldim. Keyin uyga kirish kerak. Уже men uyga kelgunimcha hamma uyga kelib bo'ladi ishdan. Keldim, keyin cho'p bo'ladi-ku qadimgi daraxtni shoxi. Kichkina paytimizda anaqa narsa bo'lardi. Boshidan 3 marta aylantirsa, so'kmaydi, baqirmaydi degan narsa bo'ladi-ku. O'sha cho'pni olib turib, eshikni oldida boshimdan aylantiraman 3 marta. Gap eshitmaydi. Keyin sochimga tiqib qo'yaman. Sekin indamay, men keldim deb xonamga o'tib ketyapman. Keyin oyim ko'rgan sochimda shoxan. Cho'p suqasammi, tayoq suqasammi, o'qlov suqasam, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Yo'q, foydasi yo'q degan. Keyin hop, keldim-ku, o'lmadim-ku dedim, keldim-ku dedim. Keyin o'tiribmiz, hamma o'tiribmiz, shunday boshlang dedi. Afam aytadi, "Уже men gapim ta'sir qilmay turibdi" dedi-da, "Siz ayting" dedi. Dadam keyin qo'y bo'ldi, shunday qiz bola kechda hech narsa kerak emas, yo'lda yurma dedi-da. O'qishga tayyorlan undancha lutshi. Keyin уже jurnalistika hayotim mazmundan aylanib ketdi-da, menga nima deydi? Menga yoqyapti dedi-ku. İşte tushuntirdim. Menga yoqib turibdi dedim. Уже dedim, 1 oy qoldi, tugaydi hammasi dedim-da. 1 oydan keyin o'qishimiz tugaydi. Shundan keyin yengillashtiraman balki dedim. Keyin indamadilar, boravering dedim. Men o'zimni shu narsada ko'rib turibman dedim-da. Keyin ertaga masalan turmushga chiqsang, masalan deb ketdilar. Turmushga chiqsang ering ishlatmasa. Ishlatmasang ishlatasan, qo'ri uyda qolib qo'yasan dedi-da. Keyin ishlatsani, masalan, bo'lmasa-chi dedi-ku. Uydagilar, bo'lmasa-chi desa, bo'lsa-chi. Bo'lsa-chi demak, ko'zim yonib turdi. Bo'lsa-chi. Masalan, bir o'sha yoshlik paytimda bitta gap eshitib qolganman. Ertakmi, nimadadir uzundi. O'zi yashaydigan sferani ichida tashqarini orzu qiladi, boshqa dunyoni. Keyin ota-onasiga aytadi, "Men o'sha joyga borsam, dedi, yangi dunyoni ko'rsam" dedi. Keyin dadasi bilan oyisi aytadi, "Sen o'sha joyga borsang, sferadan chiqsang, hech narsa bo'lmasa-chi" dedi. "Men hozir mana shu sferadan chiqsam, u yerda hamma narsa bo'lsa-chi" dedi. Masalan, men bu yerda hozir o'ylab o'tiribman, u yerda bo'lsa, bo'lmasa. Men lutshi udan borib kelib turib o'sha narsani tajribada sinab ko'rsam-chi. Masalan, tajriba bo'lmasa mayli, yangi narsaga o'tamiz. Keyingi reja. Bo'lsa, na xo'p. Mendan baxtli odam yo'q. Keyin xo'p deydi. Tushuntirdim, bo'lsa-chi. Keyin borib yurdim.
tak mart oylarida biza Toshkentga My5 telekanaliga amaliyotga ketishimiz kerak. O'qishimiz tugagandan keyin. Keyin u yerga xullas biza boradigan joyimiz anaqa yotoqxona bilan ta'minlaydi deyishganda boshda o'qishga kirgan paytimizda, keyin yo'q deyishdi. Unaqa narsa hozir bizada imkoniyat yo'q deyishdi. Keyin uydagilar u narsaga ko'nmadi. Borishmadi xullasi. Keyin unga ham xo'p dedim. Shu orada biza bitta opa bilan tanishib qoldik. Qoraqalpog'iston teleradiosida ishlaydigan Nursuluv Begimova degan ustoz. Tanishib qoldik, bitta tadbirdami, nimada tanishib qoldik. Shunaqa deb aytib berdim ularga. Keyin "Davay birga ishlaymiz" dedi. Keyin iste'dodli ayollarmi ancha oldin edi, esimdan chiqib qoldi hozir. Shunaqa efirlari bor edi. Ustoz Nursuluv ustoz deb aytaman. Ustozli odam bo'lgani uchun. Keyin o'shanga men To'rtko'ldagi ayollar bo'ladi-ku, ma'lum bir darajadagi yutuqqa erishgan ayollardan intervyu olib bu yoqqa uzatardim. 1 soatlik intervyu uzatardim. Yarim soat ular kesib, montaj qilib efirga yuborishadi. Bu yoqda To'rtko'ldagi ayollar ham xursand, men ham xursand, bu yoq ham xursand. Hamma davomli. Keyin o'qishga topshiradigan paytim bo'ldi, hamma narsani yig'ishtirasan. O'zi televideniyega ham haftaga bir marta borib kelardim. Ko'rsatuvga tushib kelishga faqat uni ham cheklab qo'yishdi. O'qishga, faqat o'qishga. O'tgan yil kira olmading, bu yil kirishing kerak. O'qishga kirib ol, zavushni topshirasan deydi endi. O'qishga kirib ol, keyin bu yoqda jurnalistika bilan yuraverasan. Agar mabodo ertaga turmush o'rtog'ing ishlatmaydigan bo'lsa, bu ishingda ishlaysan. Bu qo'shimcha zaxira variant senga deydi. Keyin xo'p dedim, o'qishga tayyorlandim. Ustozim mana o'qishga tayyorlaydigan yangi ustozga berishdi, Otabek aka degan. Xuddi o'zim haligi inson. O'zim. A variant, bu variant shunaqa qilib beradi. Keyin ustozim shunaqa zavushni topshirasan dedi. O'shni topshirasan dedi. O'shni topshirasan dedi. Keyin uydagilarcha desam, o'zim beringlar beraman deb meni ayt dedi. O'sha paytda keyin hammasini beringlar berdi. Maqsadli grantga kirasan sen dedi. Qanaqa qilib dedim-da, masalan 3 oy tayyorlanib turib grantga qalay kirishim mumkin dedim. 1 yil men umuman tayyorlanmadim. 1 yil oldin tayyorlangandim. Keyin kirgizib beraman dedi. Shunaqa qilib turib, buni boshqacha qilib montaj qilib bermaydi lekin. O'qitaman, tayyorlayman degan u. Shunaqa qilib o'qishga topshiradigan paytimiz maqsadli grant degan bor edi. Qizlar uchun imtiyoz, ya'ni 4 kunlik aynan 4 kunlik qizlar uchun balli necha bo'lishidan qat'iy nazar grantga saralab oladi. Har yili o'sha 6 qizga shunaqa grant ajratilgan. Menga aytgan o'sha maqsadli grantga topshirasan, qolgan bu yoqda 4 tasi muhim emas. Kechki zavushni shunaqa belgilaganmiz. Keyin anavi nima bo'lgan? Xullas, men kecha kunduz уже miyamda sim qo'ygan 6 ta grant. 6 ta grant shu 6 likning ichida bo'lishim kerak degan narsa miyamda aylanavergan. Kecha kunduz yursam ham naqa odatim bor, duo qilib yurayman. Bir nimanidir xohlasam, duo qilaman. Ey Xudoyim shu narsa o'xshab ketsin. Ey Xudoyim shu 6 likning ichida bo'lgayman degan. Shunaqa duo qilaman yurgan joyimda. O'tirsam ham, tursam ham 6 likning ichiga kiray. Shunaqa chiqdi, menda chiqdi. 5-chi bo'lib turibman. 6 likning ichida. Eng anaqasi, alam qilgan joyi 2 ta grant olgan shu yil. Aytdim. 2 ta grant kvota kamayganda. Keyin o'ylayman. Nimaga xafasan? Sen Xudodan so'rading. Sen grant so'ramading. Sen 6 likning ichida bo'lishni so'rading. Xudo menga berdi, 5-chiman. 6 likning ichida 5-chiman, lekin 2 ta grant. So'ra grant. So'raganda berardi. 6 likning ichida bo'lgayman, bu bo'lishni xohlayman, o'qishga kirishni xohlayman. 2 ta niyat. O'qishga kirdim, lekin grant emas. Kirdim lekin, xullas kirdim. So'ng shuni aytadi, niyatni durust aytib biluv kerak deb. Shu narsa. Hayot davomida men masalan yoshim bir 30-40 ta emas-ku. Sen 22 yoshdaman, lekin men shu paytgacha bo'lgan hamma narsa analiz qilib yuraman. Nimaga unaqa bo'ldi? Masalan, aybni boshqalardan emas, o'zingdan birinchi navbatda o'zingdan qidirishni bilish kerak. Men shu paytda o'sha narsa qildim. O'yladim, o'zing-ku nimaga nolaysan? Nimaga grant bo'lmadim sen? Grant bo'lmasang nima qilibdi dedi. O'zim bilan o'zim gaplashyapman, xullas. Bu yerda kirding. Xursand hamma. Keyin o'qish boshlangan. Kelganman, o'qishga bormasdan oldin zomin seminariga qatnashganman. Respublika bosqichiga. O'sha yerda nimalar bergan, sovrinlar, sovg'alar hammasini ko'tarib dekanning oldiga borganman.
zamdekanni oldiga. Man shunaqa g'ayratliman, shijoatliman, gapirishga qarang, g'ayratliman, shijoatliman, stipendiyant bo'lishni xohlayman. Prezident stipendiyasini olishni xohlayman deganman. Ham qatnashtirayman tadbirlarga. Menda tushuncha bo'lgan, prezident stipendiyasini yoki umuman nomdor stipendiya olish uchun jamiyatda faol bo'lish kerak degan narsani miyamga singib qo'ygan. O'sha jamiyatda faol bo'lmoqchiman, qatnashmoqchiman. O'zi birinchi kursga keldim. Уже 3-4 oyda hamma meni taniyapti. Allohga. Beton zavodiga ham, sement zavodiga ham she'r yozish, qo'shiq aytish, konstitutsiya tadbiri, tanlov, munozara, hamma narsada. Keyin tadbirlarga boramiz, fakultetlar ichida bo'ladi-ku. Sayyor opa degan ustozimiz bor. Fizmatda sendan boshqa odam yo'qmi dedi. Bor deyman. O'zim kelaman hamma narsaga deyman. Xo'p deb. Xulasi, bizga tadbir bo'lgan. Tanlov, onamga xat degan ijodiy ishlar tanlovi bo'lgan. Keyin o'sha tanlovda qatnashadi, meni olib borishgan fakultetdan, qatnashasan deb. Keyin hamma fakultetda turibdi. YouTube'ga dedi televizor qo'yilgan dedi. O'sha payt uydagilar bilan sal kelisha olmay qolgan paytim edi. O'yladim, mana shu narsani olsam, uyga olib borsam, faxr. Yaxshi bo'lib ketadi, Zilola deganman. Keyin o'sha joyda o'tiribman, tiladim. Televizor. Shu narsani o'tib olay deb. Keyin o'tiribman, chiqdik, tanlov hamma narsa bo'ldi. O'zim o'sha yozgan she'rim nima qildim, aytdim. Keyin o'sha e'lon qilish boshlandi. E'lon qilinayotgan paytda keyin bitta bola bor edi. Ovozi shunaqangi zo'rda. Haliga she'r aytgan paytda nima bo'ladi-ku? Tering jimirlab ketadi, eting jimirlab ketadi. Ovozi shunaqa zo'r bola. Keyin oldi. Ketdi deb o'tiribman-da. Deb qarab o'tirgan payt tutilib qoladi-ku. Tutilib qoldi. Umrda mana shu masalan 2 yil, 3 yil taniydigan bo'lsam, bir marta ham unaqa bo'lmaganda qarab o'tirman. Zilola ololmadim degan paytimda ichimdan bo'ldi, ketdim, ololmadim deb o'tirgan paytda to'xtab qoldi. Salgina uzilish bo'lib, unutib qoldi-da, keyin davom ettirib ketdi. O'sha unga minus tushdi pastga. Keyin taqdirlash o'sha sahnada turibmiz. Keyin 3-o'ringa dedi, mikroto'lqinli pech dedi. 2-o'ringa yo'q, to'xtab turing. Birinchisi o'rinlarni e'lon qildi. 3-o'rin dedi, tabiiy fanlar fakulteti dedi, haligi bola. Keyin 2-o'rin dedi, fizika, matematika dedi. Ichini shunaqa nimadir deb kelib turadi-ku, puf, o'tirdim. O'tirdim shu yerda. Duxiga o'tirish deb aytadi, bo'ldi. Bermadi dedim. Keyin 1-o'rin dedi, pedagogikami, qaysidir fakultet dedi. Maktabgacha ta'limmi? U ham zo'r aytgandi u ham. Keyin 3-o'ringa mikroto'lqinli pech dedi. 2-o'ringa televizor dedi. Deb qarayman. Sahnada turibman, deb qarayman-da. Keyin adashmadimmi deb qayta televizor dedimmi deb yonimda boladan so'rayman. Ha, dedi. Keyin 1-o'ringa iPhone dedi. 1-o'rinni olishim kerak edi. Keyin televizor hamma narsa qo'yilgan. Taqdirlash keyinroq bo'ldimi? Lekin e'lon qilish o'sha payt bo'ldi. Televizor ana keyin turibman, noroziman-da. iPhone olishim kerak edi. Noshukurlik-da. Bu yerda ham bir narsa, o'sha paytda nima qilmaganman, u narsaga e'tibor bermaganman. Keyinchalik o'sha hayoting analiz qilasan-ku, o'sha paytda e'tibor berganman. O'sha paytda sen shunaqa qilgan ekansan deb. Uyatsiz. Televizor deb tilab o'tirdim. Boshdan oxirigacha to'xtamasdan televizor. Iltimos, xudoyim ber, menga shu narsani ber, kerak bo'lib turibdi debdi. Keyin berdi-ku. Demanda, "Nechun norozisan?" iPhone. Demanda, iPhone baribir edi. U payt iPhone yo'q edi. Telefonim yo'q edi. U narsa men uchun iPhone degan narsa. U narsani men o'zim yo menga ota-onam berish kerak, yo turmushga chiqqanda erim berish kerak. Qiz bola bo'lib turib, men u narsani ola olmayman degan meniniya bo'lgan. Fikrlashib doiram tor bo'lgan. Keyin hozir o'tirib, masalan, o'ylayman o'sha paytda, keyin taqdirlash marosimi bo'lgan. Taqdirlash marosimida mikroto'lqinli pech, televizor, keyin Redmi 10A telefon berishgan. iPhone deb hazillashib aytgan ekanda. Mana telefonim markasi ham shunaqa Redmi 10A edi o'sha paytda. Keyin ko'rdingmi, nimaga 1-o'rinni olmagansan?
Sanda u narsa bor edi, sanda u narsaga ehtiyoj yo'q edi, shuning uchun senga uni bermagan. Senga kerak narsani berdi deganman. Menda shu narsaga ishonch qattiq juda ham kuchli. Masalan, men so'rayman, beradi. Rostdan ham so'rayman, beradi deyman-da. Keyin bo'ldi. O'sha paytdan boshlab men so'rashni boshlaganman. Faqat so'rash. Hozirgi kunda masalan, tadbirlarga, tanlovlarga boramiz-ku, ikkita tuyg'u bo'ladi ichimda. Bittasi ola olmaysan, bittasi ola olasan degan. Ikkitasi muvozanatda. O'sha muvozanatda saqladim, bo'lmasa bu yoq taraf ko'tarilib ketadi. Men tanlovdan oldin masalan o'zim ayblarim, bunaqa joyda xato qildim, mana bu joyda xato qildim, men o'sha joyda o'rni ola olmasligim mumkin deyman. O'sha e'lon qilingunga qadar o'zim analiz qilaman. Baholayman o'zim. Masalan, bu yerda xato qildim. Keyin analiz qilgandan keyin balki 3-o'rin, balki 2-o'rin olarsan. Olmasang o'zing aybing. Ishlash kerak edi. Bitta yomon tarafim bor. Harakat qilib boraman. Borgan paytimda nimadir itaradi. Masalan, mas'uliyatsizlik bo'ladi-ku, o'sha narsa ko'tarilib ketadi. Qilaman desam, qila olaman. Qo'limdan keladi o narsa. O'sha nuqtasiga, o'sha narsani oladigan joyga borgan paytda bitta narsa itarib qoladi. O'sha joyda yengsam yutaman, yengmasam qolib ketaman. Ko'p joyda yenga olmaganman. Albatta zo'r Zilola. Ajoyib. Eng basına qaytqim kelib o'tiribdi. Ata-onangiz bilan birga basekilesib, sol bir jurnalistlar akademiyasına o'qiga borgan vaqtlaringiz, және kechqurunlari kech qolib o'tirgan vaqtlaringizda qaytmas qaralığınız, o'zingizning jo'xari potensialligingiz sizda alg'a jigarlantirib turgan. Biroq qarang, bu narsada qanchalik ata-onangiz sizda kech qolmasin, kechda yuru qavpli degan narsadan qo'rqqan sayin siz kechki ta'limga o'qiga kirgansiz. Және birinchi yili fizika, matematikaga topshirdingiz, biroq belgilamedingiz. Yo'q, fizika matematikadan ekzamen topshirdim, matematika informatikaga. Matematika informatika. Biroq keyingi yilda ularning gapi menen fizika matematika fakultetini topshirgansiz. O кезде qanday qaror qabul etdingiz? Rejani qo'llaganman. Reja. Sida bormi? Sida bor. Boshida aytib o'tgandim, ustozim radioda ishlagan Nursulov Begimova shunaqa Nukusga o'qishga topshiryapman, shunaqa deganman. Keyin degan Qoraqalpog'iston telekanaliga ishga kiramiz. Ishlaysan shu yerda degan. Keyin уже rejalashtirganman. Borsam masalan, obedgacha o'qish bo'lsa, obeddan keyin ish. Xolos jurnalistikani davom ettiraman degan narsa bo'lgan. Masalan, menda sen xohlaysanmi, xohlamaysanmi degan narsa yo'q u yerda. Shu narsa bo'ldi. Hujjat, pechat bosildi. Qilish kerak, o'rinlanish kerak. Bizda dadam juda ham mas'uliyatli odam, bizdan ham shu narsani talab qiladi. Masalan, boshladingmi, qil deydi. O'sha narsani men ularga qarshi qo'llayman. Qilishim kerak. Xo'p dedim. Endi baribir masalan, yomon qiz aytganini qilmaydi degan narsadan o'sha qabul qildim deb aytdim-ku. Qabul qildim shu narsani. Mayli dedim. O'shni o'qisam bo'ldi. U yog'ini eplab ketaman, nimadir qilaman. Masalan, odamlarda 1 yilda, 2 yilda bitta, ikkita, 3ta yangilik bo'lsa, menda bir haftaning ichida 5 ta yangilik bo'ladi. Masalan, meni hayotim bir tekisda ketadigan odam emasman. Bunday chiqib tushib yurayman. Meni uyimdagilar oyimni qo'rqitadigan narsa ham shu. Masalan, bugun yotibman, ishga bordim, ishdan keldim, ertaga shanba kuni toqqa chiqib ketishim mumkin yoki bo'lmasa Samarqand Jizzax ketib qolishim mumkin. O'sha qilgim keldimi, qilaman shu narsani. Oyim qo'rqitadigan narsa, masalan, menga bergan tarbiyalari yaxshi, ularning yuzini yerga qaratmasligimni bilishadi, lekin atrofdagilarga ishonishmaydi. O'sha narsadan masalan, nimadir bo'lib qolsa deb qo'rqishadi. Meni naqa yurishim ularni qo'rqitadi. Masalan, bir kun Toshkentda, bir kun Nukusda, ertaga o'sha Samarqand ketyapti. Ish bo'yicha shu yuramiz. Ishontirganman. Keyin ular ham meni ishontirishgan. Masalan, jurnalistikani davom ettirasan, qizim, prosta zaxiraga bo'ladi. O'zim rejamni o'zimga teskari qilishgan. Juda ham aqlli insonlar meni ota-onam. Men ham ularga o'xshaganman. Qanday yaxshi ota-onangiz oldingizda aman bo'lsin. Suluv tarbiya, Zilola. Suluv tarbiya. Erkinlikni berdi. Erkinlik o'zingizda. Biroq chegarani bilasizda. Ya'ni qiz balaning da sol
сол бір ұстанымы жақсы болса, шекараны білсе, еркіндік өзіңде, бірақ шекараны білуің әне сол сұлу тәрбия. Сұлу тәрбияменен әрбір қыз бала көпке жетеді негізі. Дұрыс, атраптағылардың көпшілігіне сенбейміз, көпшілігіне сенеміз де. Сіз үшін марапатлау ахметлі ме? Қанақа мағынада мәселен? Мәселен, қазір күніменен айтқан, маған айтып берген историяларыңызды естіп, ұрғу беріп атырған жеріңіз сол марапатлау бағдары болып атыр да. Берді деген осы. Әлбетте, бірақ бұл минетіңіздің бақылану қаншелі инсанға еш қуаныш бағышлайды, һәм кейінгі жұмысларыңызға үлкен түрткі болатығын нәрсе да, бірақ соншелі ахметлі ме? Ахаметлі. Сіз үшін? Мен үшін ахаметлі. Мәселен, bu narsani mukofotlash deganimiz o'zim so'ragan narsamni menga berishi. Masalan, mukofot deb qabul qilmayman. Masalan, yutug'im, diplom, sertifikat, faxriyol, ular menga nimaga kerak? Ota-onam mendan faxrlanishi uchun. Atrofdagi masalan insonlar sizni qizingiz shunaqa masalan yomon narsadan ko'ra yaxshi narsa bilan e'tibor berishlari. Shunchaki bir oddiy inson bo'lib qolmaslik uchun. Masalan, boya ham aytdim, potensialim yuqori dedim-ku, harakatchanligim bor, hamma narsam bor, qo'limda imkoniyatim bor, foydalanishim kerak. Masalan, men uchun yoqmaydigan narsa hamma sharoit bor, hamma narsa bor, lekin undan foydalanmaslik. Masalan, kecha kunduz ertalab turasan, o'qishingga borib kelasan, yotasan, o'qiysan, turasan, kun shunaqa aylanishi menga yoqmaydi. Har kuni nimadir qiziq narsa bo'lishi kerak. Yangi narsa o'rganish kerak. Yangi tasavvur bo'lishi kerak. Hayot o'zgarishi kerak. O'sha narsalar bo'lishi kerak. Masalan, bilmayman, siz aytgan narsani men qanaqa ma'noda tushundim va o'zing salohiyating ma'nosida tushunasan-ku. Siz masalan salohiyatingiz kengroq, balki meniki baribir bosib o'tgan yo'llarimiz har xil. Meniki kamroq bo'lishi mumkin salohiyatim. Tushungan narsam mukofotlash men uchun ahamiyatga ega, ya'ni qaysi ma'noda ota-onamni oldida yo'q, xato. Ota-onam men bilan faxrlanishi. Ota-onam men bilan faxrlanishi. Shu narsa. Ата-ананы материалдық нәрсе беріп, һәм ата-анадан сол фақырда менен фақырлансын, менен мақтансын деген нәрсені алуымыз шарт бе бізге? Біздердің жәмиетімізде. Шарт бе? Шарт. Ал сізді бәкенд дәстүрлеу тізімі, не үшін өзіне тартты? Оны бізге түсіндіріп берің. Rostini aytaymi, yolg'on gapiraymi? Rostini ayting. Bu soha masalan programma yaratish degan soha, o'sha ustozim tarafdan turtki bilan kirib kelganman dedim-ku. Masalan, o'sha boyagi o'rganish. Ya'ni, masalan, sen bitta sohaga kirib keldingmi, u narsada butun bir kelajagingni ko'rishing kerak. Masalan, ertaga senga talab bormi? Bozor qanaqa sening kasbingga? O'rganganman, qarasam, yaxshi pul topadigan, talab ko'p narsa shu yo'nalish bo'lgan. O'sha materiallik tarafiga e'tibor iqtisod qilganman deydi-ku. O'rganganman, shu narsa kerak, xolos. Ertaga masalan, boyagi o'sha miyamda qolib ketgan-ku. Agar men ishla olmaydigan bo'lsam, uyda o'tirgan holda ham men shu ishni qilishim mumkin. Ya'ni IT dasturlash hozirgi kunda ayollar uchun eng yaxshi kasb. Masalan, turmush o'rtoq qizg'onadigan, ishlatmaydigan odamlar uchun, masalan, o'rganib oladi, uyda o'tiradi, o'sha zakaz tushadigan kanallar nimalar bor, o'sha yerdan zakaz oladi, ishlaydi, topshiradi, pulini oladi. Qizlar. Qilinglar. Tez. Bugun boshlash kerak. Yo'q, rostdan ham. Masalan, og'ir ishmas, bitta xonada o'tirasiz, kompyuteringiz bor, ishlaysiz. Uchun Jao, MacBook yoki boshqa narsa kerak emas. Обычный kompyuterdan ham qilib boshlasa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi. O'sha hamma odam men uchun bir xil funksiyaga ega. Masalan,
bir xil funksiyaga. Masalan, meni ham ikkita qo'lim bor, bitta boshim bor. Zulfiya mukofotini olgan insonlar masalan, havas qilamiz, "O" deymiz-ku. Masalan, ularni ham ikkita qo'li bor, ikkita oyog'i bor. Bizlar nimani fikrlasak, u ham shuni fikrlaydi. Shunchaki sal birov ertaroq, birov kechroq harakat boshlaydi. Hammasi harakatda. O'sha narsani boshlash kerak. O'sha hamma men uchun bir xil funksiyaga ega dedim-ku. Hamma qizlar o'sha ITni o'rgana oladi. Masalan, programma yarata oladi, qila oladi. Qilaman desa qiladi, lekin ko'pchilik qilmaydi. Masalan, odam hayot davomida osonroq narsaga qarab intiladi. Oson yashash. Masalan, men boya aytganman-ku, iPhone mana iPhone bo'lish uchun men turmushga chiqishim kerak yoki menga uydagilar olib berish kerak. Uydagilar unaqa narsalarga qiziqmaydi, значит men erga tegishim kerak. Lekin o'zim ishlab topib olganman, hech kim olib bermagan. O'sha narsa ko'pchilikda bor hozir. Masalan, biz Instagram ko'ramiz, videolar ko'ramiz, kimdirga mashina sovg'a qilyapti, kimdir 18 yoshida, 17 yoshida turmushga chiqyapti, boy yashayapti, bloger bo'lib ketyapti. Bloger tarafga ketadi. Bo'ldi. Hamma bitta odam bloger, bir ikkita qiz bloger bo'lib chiqdimi, уже men ham bloger bo'laman, hamma shunaqa ko'tarilib ketadi. Shu narsa. Biz jamiyatda masalan rivojlanayotgan ayollar nima qilishimiz kerak? O'sha balansni bu yoq tarafni emas, biz o'zimiz tarafda ko'tarib berishimiz kerak. Men aytayotgan narsam, masalan, vaqtni to'g'ri narsaga sarflash kerak. Masalan, biz Instagramda ko'rib o'sha mashina sovg'a qilayotganini yoki telefon sovg'a, gul sovg'a qilayotganini ko'rib turib baxtli bo'lishimiz mumkin, ko'rib turib. Lekin o'sha narsa masalan hayotimizga kirib kelishi uchun o'zimiz nimadir qilishimiz kerak. Masalan, loyiqmanmi men shu narsaga? Masalan, nimaga kim menga nimadir olib berish uchun o'sha paytda o'ylaganman, menga olib berish kerak. Keyin hozir o'ylayman, masalan, nimaga menga kimdir nimadir qilib berish kerak. O'zim qila olmayman. Nimaga kim Zilola senga kim должен? Ota-onang ham должен emas senga qilib berishga. O'zing qilishing kerak. Oyog'ing ishlamaydimi? Ko'zing ko'rmaydimi? Gapira olmaysanmi? Soqovmisan? Karmisan? Yo'q. Bu qil. Qilishni boshladim. O'sha kompyuter savodxonligidan boshladim dedim-ku. O'sha narsadan boshlaganman. Masalan, hozir men Bekinga kelgunimga qadar bu yoqda kompyuterni o'rganib, noldan kelmagunimcha baribir men bu joyga kela olmasdim. Kelish kerak edi. Men o'rgatdim. Hozirgacha masalan 300-400 nafar o'quvchim bor. Tugatgan, menda o'qib tugatgan. Texnopost IT akademiyada bu reklamamiz ishlaganman oldin. O'sha paytda masalan birinchi darsga 9 ta 10 ta odam keladi. Ikkita guruhimiz bor. Men ertalabdan obedgacha, ertalabga mazgil nima deylardi? Azondan ertalabdan obedgacha dars beraman. Obeddan keyin boshqa bola dars beradi. Уже ishdagilar solishtiradi. Masalan, solishtiradi, ikkita bir xil dars beradi yo'da. Menga masalan 9 ta 10 ta odam keladi, ikkinchi darsga ham o'sha 9 ta 10 ta odam keladi. Birinchi darsda men o'sha ularni ruhlantirib yuboraman. Kelish kerak degan manipulyatsiya qilaman. Shunga yarasha bilim beraman. Kelishadi. Bir oy davomida kurs bo'ladi-ku, oyning oxirigacha o'sha stavka kamaymaydi. Orasida bir ikkita bo'lib qolib, ma'lum bir sabablarga ko'ra u ham. Lekin masalan sizni darsingiz yoqmadi deb hech kim qolmaydi. Hamma keladi. Bitta narsani qilsam, bor kuchim bilan qilaman-da. Solishtirishadi. Davrada o'tirsak, masalan, obeddan keyin keladigan bolada ham masalan 9 ta 10 ta keladi, oxiriga qarab 3 ta 2 ta qo'yib qo'yadi deydi. U bolani yomonlashmas. Endi masalan, u bolani metodikasini men bilmayman. Men o'ylardim, u ham nimadan kelib chiqdi? Men dedim, o'sha obeddan keyin kiradigan bola bor-ku, dedim. O'shaning darsiga kirib ko'rgim kelyapti dedim-da. Balkim men o'rgana oladigan nimadirlar bordir dedim. Ya'ni masalan, Instagramda qo'yiladi-ku, istoriya qo'yiladi. O'sha paytda qarab, mendan ko'p narsa bilsa kerak bu bola. Erkak kishi-ku deb o'ylaganman. Mendan ko'p narsa biladi shu bola. Kirib ko'rishim kerak. O'zidan borib so'rashga uyalganman. Masalan, ikkalamiz ham bitta kasbdamiz-ku. Shuni ham bilmaysanmi desa, o'ldi. Darsiga kirib ko'rmoqchiman deb administrator qizga aytganman. Kirib ko'rgim kelyapti. Degan. U bola boshida 9 ta 10 ta keladi, oxirida 2 ta 3 ta qoladi degan. Nimaga degan. Lekin dedi, qayta dedi, hamma dedi, sizni maqtayapti dedi. Ko'taryapsiz dedi. Yaxshi dedi, o'quvchilaringiz olib qolyapsiz, nimadir qilyapsiz. Meni metodikam faqat kelish, dars o'tish emas, qiziqarli o'yinlar bilan tashkil qilib, sovg'alar berib, masalan, bu narsa ustozimdan o'tgan. Ya'ni ustozim bizga birinchi kursda darsga kirgan paytda shunaqa metodikalar bilan dars o'tgan, o'sha shu narsa miyamga qolib qolgan. Yaxshi ustoz shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni har darsga yangilik olib kelish kerak. Bugun nima bo'lar ekan deb o'quvchilar kutib o'tirish kerak. Biz Adilboy og'ani kutardik darsini. Kurs bo'yicha butun guruhimiz bilan birga. Masalan, bizga birinchi kursda faqat bir semestrga dars kelgan, lekin biz 4 yil davomida o'sha insonni darsini
qumsab o'tganmiz. Qumsab o'tganda boshqalar yaxshi dars o'ta olmaydi deganmiz. O'sha inson bizga boshqacha emotsiya bergan, u bizani esimizda qolib ketgan. Shu narsadan qarab, mana shuni shakllantirdim. Metodika bilan o'tsam qiziqroq bo'ladi. Plakatlar chizaman, nimadirlar qilaman, ilonlar yopishtiraman, 4 kubiklarni otadi, savolga javob beradi. Dars bilan ikkisini bog'lab metod qilaman. Qiziqadi odamlar. Lekin bugun nima qilamiz dedi. Masalan, dars tayyorlamaganga jazo, qo'shiq aytasan, anjumaniya qilasan, o'tirib turasan. Shunaqa qilib o'tamiz. Ko'proq misollar bilan. Masalan, faqat keldi kompyuterni Word, Excel emas, bu Excel ichida masalan ertaga siz qayerdadir hisobchi, kassir bo'lib ishlab qolishingiz mumkin. O'shalarni chiqarish, masalan, omborxonada hisoblaydigan odam bo'lib ishlab qolishingiz mumkin, balki bankka ishga kirib ketarsiz. O'sha narsalarni o'rgataman. Akam bankda ishlaydi. Ko'p narsani ulardan ham so'rayman. Qanaqa bo'ladi bu narsa? Qanaqa bo'lsa bu nima bo'ladi? Bunaqa bo'lsa nima bo'ladi deb so'rayman. Masalan, hisob-kitob bo'yicha. Hisob-kitob bo'lganda ham qo'shish ayirishmas. Buxgalteriya hisoboti degan narsalar bo'ladi-ku, o'sha narsa. Keyin bularga o'rgataman. Shunaqa narsa bo'ladi, unaqasi. Ularning xayolida men ko'p narsani bilaman. Keyin savol berishadi, unaqa bo'lsa-chi. Umumiy siz o'ylang deyman-da, sizni katta supermarketingiz bor deyman. Hammasi o'tiradi-ku, aytaman. Siz bitta biznes boshlaysiz hozir. Shu yerda o'ylaysiz. 5 daqiqa vaqt hammangizga bitta biznes boshlaysiz. Paloncha ishchi qilasiz, masalan 100 ta, 200 ta, balki 15 ta, nimadir qiling. Ish bilan ta'minlang, xayolingizda. Balki ertaga shu narsani qilib ketarsiz. Aytib, bitta sut do'koni ochadi, bitta supermarket ochadi, hammasini tahlil qilamiz. Keyin siz masalan 1 oyda palon mahsulot olib kelyapsiz. O'shani mamunchasini sotyapsiz. Bundan tushgan foydangiz, zararingiz, o'shani hisoblaymiz. Qiziq. O'sha miyasida o'ylaydi-ku, mana restoran do'konim bor. O'sha narsa bir kun ochishim mumkin degan narsa ikki taraflama ketadi. Ham bilim oladi, ham kelajakka bo'lgan intilishi yuksaladi. Qachondir shu narsani qilib qolishi mumkin. Agar qilmasa ham baribir miyasida turadi shu narsa. Shu narsani qilishim kerak. Zo'r. Umrda har bir inson kasb egalashga harakat etadi. Kasb egallagan insonlarda ko'p, biroq mamani bo'lganlar az. O'z kasbining shingini ashig'ib, o'zligin ham o'zgalarga, ya'ni o'quvchilarni jamiyatga tanita olgan insonlar azda. Ko'pchilik IT tarovini egallamoqchi bo'lgan, tekana IT tarovini emas, boshqa kasblarda egallab atirgan yoshlarga zo'r motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Bilim bor, biroq metod bo'lmasa, metodika bo'lmasa, foydasi yo'q. Hozirgi kunda, masalan, hozirgi kunga shekin borda endi. Jamiyatda IT tarovi yer ballar uchun degan stereotip bor. So'g'an qalay qaraysiz? Shu kungacha shunaqa bo'lgan. Shu kungacha. Lekin hozir masalan davlat tarafidan ko'p sharoitlar yaratilyapti. IT sohasiga qizlar kirib kelyapti. Masalan, ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin men tanishlarim orasida masalan IT sohasida, o'sha programma sohasida Amerikaning Rich universitetiga kirgan bitta tanishim bor. Dilafruza degan qiz 4 milliard grant tutib olgan. Zo'r. 4 milliardmi? 476 milliardmi? Shunaqa edi. Zo'r. U ham o'sha potensial IT sohasiga masalan qizlar kam paytida kirib kelgan qiz u ham. Rivojlangan, o'qigan. Masalan biz bitta kampda birga bo'lganmiz. O'sha kamplarga borib kelaman IT sohasi bo'yicha. Bitta kampda bo'lganmiz. Aytib berayotgan paytda xuddi masalan meni yo'limga o'xshab ketadi uning ham yo'li. Kurashgan. Hayoti masalan kurashdan iborat bo'lgan. Nimagadir erishish uchun, nimadir qilish uchun kurashish kerak bo'lgan qiz. Kurashda hozirgi kundagi natijasi o'sha Amerikada talaba. U yerda masalan o'qishi bilan birga nima deydi? Uyidan masalan menga pul tashab beringlar demaydi. U uyiga pul tashab beradi u yerdan borib turib. O'sha narsa vaqtida qilingan harakat. Masalan bolalar deydigan bo'lsak, to'g'ri, erkaklar uchun deb masalan rostdan ham ayollarga qaraganda erkaklar masalan fikrlashi boshqacharoq, kengroq, kattaroq bo'ladi. Bu narsa gender tenglik degan narsani men olib chiqmayman. Hamma teng, erkak bilan ayol teng degan narsani olib chiqmayman. Menda masalan erkak kishi har doim ayol kishidan kuchli bo'lishi kerak, fikrlash doirasi keng bo'lishi kerak. Masalan nimadir o'rgatish kerak.
И shu taraflama programma IT sohasi erkaklar uchun bo'lgan. Erkaklar ko'proq kirib kelgan, boshida qiziqish bo'lgan ularda shu narsalarni yaratishga. Hozir endi qizlar aralashyapti. Bu soha endi o'zini o'rnini topdi qizlar uchun ham. Ya'ni boya aytib o'tganim, uyda o'tirib ham siz qilishingiz mumkin shu narsani. Ko'chada yurmaysiz, ishga ertalab borib, davlatning ishi masalan ertalab ketasiz, kechqurun kelasiz, shunaqa ish emas. Xohlagan paytingizda kirib programma ishlaysiz, oilangizga ham vaqt ajratasiz, o'zingiz ishingizni ham qilasiz. Qiyin, oson emas, lekin qulay qizlar uchun kerak. Yurtboshimizning tekarna usi hayal qizlar uchun ajratgan imkoniyati bu IT tarafında o'z o'rnini egiluvi. Ham atrofingizдағы qizlar qancha darajada egilib atir. Bu imkoniyatdan foydalanib atir degan so'rovim bor edi. Ham жаңағы aytgan do'stingizning Amerikada o'qib, avuldan Amerikaga emas, balkim Amerikadan turib, avulna pul jiberib atirgan, materiallik жағдай менен ta'minlab atirgan qizlarni misol etganingiz, bu so'rovimga javob bo'ldi. Rahmat. Yana bitta qiz bor. Hayotim davomida o'sha qizga havas qilganman. Hozir ham havas qilaman. Qarang, siz masalan Instagramsiz hayotni tasavvur qila olasizmi? Albatta. Men telefonsiz umrimda qarang, umuman Instagramga kirmaydi, ijtimoiy tarmoqqa kirmaydi, lekin kirsa dunyoni portlatadigan darajada yutug'i bor. Wow, kim u? Shahzoda Karimbayeva degan. O'sha To'rtko'lda bizimizda masalan ko'pchilik aytadi, men nimagadir erishishim uchun nimadir bo'lib qoldi, tankasi borlar o'tib ketdi deydi. Unaqa narsa yo'q, harakat. O'sha qizda men shuni isbotini ko'rganman. Dalillab bergan hamma. Oddiy oilaning qizi, ota-onasi ham wow odamlar emas, oddiy maktabda o'qituvchi, dadasi elektrikmi, shunaqa. 6 ta farzand oilada, 5 qiz, bitta o'g'ilmi, 4 qiz, bitta o'g'ilmi, shunaqa. Eng kattasi u, mas'uliyat. Xolos. Harakat qildi, yugurdi, izlandi, yosh kitobxonda qatnashdi. Birinchi yosh kitobxon ko'rik tanlovi joriyalanayotgan payti, tarqalayotgan payti qatnashdi, respublika bosqichigacha chiqdi. To'xtamasdan kitob o'qirdi, o'zi rostdan ham bunaqa boshqa dunyoning odami rostdan ham. Chiqdi, respublikaga borgan paytda bizada kitobda bor-ku, har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir degan. O'sha paytda o'shanaqa savol tushgan unga. Shunaqa deb aytgan, lekin hakamlarning qo'lidagi qog'ozda har kimki vafo qilsa jafo ko'rgusidir, har kimki jafo qilsa vafo ko'rgusidir deb yozilgan bo'lgan. O'sha men yutdim deb turgan joyda u ikkinchi o'rinni olib ketgan. Keyin ikkinchi yili birinchi o'rinni olgan. O'sha yergacha baribir har yili kitoblar tizimi o'zgaradi, bir xil kitob bo'lmaydi. Uni ham baribir o'qib borgan, u respublikaga masalan unga qo'lida orqasida tankasi bor, qo'liga oltin bilet berilgan uni dedi, chiqdi dedi. Chiqqan bilan baribir u yoqqa chiqib turib olish ham o'z emas. Masalan 180 ta kitobni o'qib, ichida har bir nuqtasini yodlab qolish oson emas. Masalan, men yodlayman deb aytadigan odamlar bor-ku, lekin oson emas. O'sha qiz chiqdi, birinchi yili masalan shu ma'lum bir nima sabablarga ko'ra ikkinchi o'rinni oldi, keyingi yili birinchi o'rinni oldi. Olib keldi. Undan keyin Zulfiya mukofotiga topshirdi, Zulfiya mukofotini oldi. Keyin jahon tillariga o'qishga kirdi. U ham o'sha o'rganishga qatnardi, ingliz tilini o'rganardi. To'xtamasdan butun vujudi masalan odamlarning tomirida qon oqsa, unikida ingliz tili oqardi. Shunaqa, asla harakatchan, kreativ fikrlaydigan, har taraflama sho'x, shaddat, zo'r qiz. Keyin jahon tillariga kirdi, ozroq tayyorlanib, el-yurt umidi bilan hozir Oksfordda. Wow, zo'r. Buyursin. Ijtimoiy tarmoqqa kirmaydi, hech qayerga hech narsa joylashtirmaydi. Faqat o'qish, ilmiy izlanish aytardi. Biz o'zimizda nimamiz bor, 20 yildan keyin boshiga qaytgan shu voqeani. Biz xullas tanlovga kelganmiz, Nukusga 4 ta qiz kelganmiz. O'sha qiz bittasi yo'q, hozir qayerdaligini bilmaymiz. Eshitsang topib kelmani. O'sha kvadrat park bor-ku, o'sha yerda bolalar kitobxonasimi nimadir bor edi. O'sha yerga tanlovga kelganmiz, 4 ta qiz, hammamiz o'sha To'rtko'lda rivojlangan, ko'tariladigan qizlar, potensiali yuqori o'tirganmiz. Davay qizlar 20 yildan keyin yig'ilamiz. Kim nimaga erishdi? Kim nima qildi? O'shani ko'ramiz. Hozir 2019da edi u. Yaqinlashyapti 20 yilga. Shahzoda o'sha Amerikada. Gulruxsor degan qiz bor edi. Hozir u ijtimoiy tarmoqda yuritadi. Aktrisa bo'lib ketdi. Gulruxsor Tohirjonova degan. Bitta Hilola degan qiz bor edi, uni bilmaymiz. Qayerdaligini. O'sha 1 yildan keyin, 1 yil yurdi, keyin 1 yildan keyin yo'q bo'lib ketdi. Topolmay qoldik. Toshkentga ko'chib ketdi deyshti. Raqamlari o'zgargan, topolmadik. Men shu
Зор. Ниетіңіз жолдасыңыз болсын хаммеңіздің. Мейлі өзіңізге қайтайық, Зылала. IT тарауында белгілі болып жатырсыз жәмиетте, иә? Стартап берсіз. IT тарауын елу үшін әлбетте сізге шет тілі керек. Яғни жаңағы қыздың қанында ағып отырған инглиз тілі. Сізде қандай? What kind of your level? Good or bad on the best of the best? Level 0. Level 0? Oh, конечно, what kind of? Bunaqa bo'ladi-ku. Odamda o'rganishga qiziqish bor, lekin vaqt yo'q degan narsa. Masalan, mana IT sohasida ingliz tili ko'proq deydi-ku. Ingliz tili ko'proq bo'lgan bilan u yerda matematika ko'proq. O'zi ingliz tilini, masalan, o'zini fishkalari bo'ladi-ku, so'zlari bo'ladi. U narsalarning tajribasi bilaman. Lekin menda hozirgacha o'zini o'zi yenga olmaslik degan narsa bo'ladi-ku. Erinchoqlik degan narsa o'sha ingliz tiliga qaraganda kuchliroq. Boshlashim kerak degan narsa bor, lekin boshlamayman shu narsani. Masalan, siz bu yoqda bunday rivojlanganingiz bilan bu yoqda baribir tushgan, bu meni zaif joyim tutdi. Hozir ustadiqda. Bizda masalan maktabda ham ingliz tili o'tilmagan. Bizda aytsam hozir 6-sinfgacha nemis tili o'tganmiz, keyin 11-sinfgacha fransuz tili o'tganmiz. Shunaqa o'zgarish bo'lgan, nimadir bo'lib ketgan, shunaqa bo'lib ketgan. Xolos, sinfimiz ikkiga bo'linib, bittasi fransuz tili, bittasi nemis tili o'tadigan bo'lgan. U bilan nemis tili ustozimiz ketib qolgan bilan hamma fransuzga qilib yuborganda. Nemis tilining qanday darajangiz? Guten Tag, guten Morgen. O'sha paytda qolib ketgan, keyin maktabdan keyin qilgan. Til o'rgansangiz, hech bir tilda o'rgangan darajangiz qolib ketmay kerak negisi. Hammaga maslahat beraman, ingliz tiliga qatnanglar, o'rganinglar. Maqsad masalan, qalb turgan narsangizni arzu qilib, hammoni maqsadga aylantirsangiz, albatta u amalga oshadi. Yes, of course. Dreams big and small can be stepping stones to get anywhere worthwhile. Arzular ulkan kishi bo'ladi, biroq o'g'an apparatgan yo'l bir g'ana. Harakat, bilim, natija, ya. Albatta ajoyib mаған so'hbat unayotir. Sebebi kunime aytib o'tirgan sol potensialingiz mаған tikili to'g'ri kelib tur, biroq ayrim yerlari qate bo'lganымен ingliz tili xato bo'lyaptimi? Baxt tushunigini qanday sezinasiz? Baxtmi? deb boshlayman. Baxt qanday tushunsa bo'ladi? Baxtni men tushunmayman, men sezinaman deng. Shunday, masalan, hozir ham mendan baxtli odam yo'q. Hamma narsada masalan baxtliman-da, xolos. Nodir deb yo'q, bu narsa bo'lmay turibdi deb noliydigan narsam yo'q. Baxtliman. Shu masalan qiyinchiliklar bo'lgan vaqtlarda nolg'an vaqtlarim bo'lgandir, lekin o'zimni dunyodagi eng baxtli inson deb hisoblayman. Qanday shaxsi har doim baxt hech birimizda tark etmasin. Baxtga umitilib mazmunli jasov hammaga buyursin. Umringizda shukrchilikni qanday sezinasiz? Nelarda shukr etasiz? Svetoforni yonida borasan-ku, borgan paytingda sen bording, yashil yondi, o'sha narsa gayam shukr qiladigan odamman. Masalan, shoshilma borgan paytimda masalan, yo'q, bu men tushuncham, shunaqa qilib tushuntirmoqchiman. Filosofiyalik manda tushuning xalqim. Shukrchilik degan hamma narsaga, masalan, hamma narsaga shukr qiladigan odamman. Bu samoviy gap emas, rostdan. Masalan, bordim, o'sha svetoforda yashil yondimi, quvonaman. Shukr deb o'taman. Sababi o'sha yerda qizil yonishi mumkin edi, men kech qolishim mumkin edi. Keyin qattiq xafa bo'ladigan joylar bo'ladi-ku, o'sha yerda boya aytdim-ku, o'zim analiz qilaman. Sen so'rading, so'ragan narsangni ko'r, qilgan harakatingni ko'r, qayerda xato qilding. Shu joyga borishni ham o'zi bo'lgani yo'q, shukr. Deb hamma narsaga shukr qiladigan odamman. Shukr qilish meni hayotimdagi tochkasi, markazi bo'ladi-ku, o'sha joyi. Qanday shaxsi? Sulu, zo'r. Albatta, umrda mening eng yaxshi ko'radigan narsam insonlarda anglovlari.
өмір жолындағы өзінің инсанилығы, өмір сүріп жатырған инсанилығы давамында жолындағы аңлаулар сізде көрінді басынан бастап. Әрбір ісіңізде анализ бар, аңлаулар бар. Жаңа айтып отырсыз, мәселен, шүкірлік қыламан деп, бірақ бағана сахнадағы сол бір телевизор, айфон нәтижелеріне қарап та сұраған затыңды берді ғой, ұятсыз деп айтып отырған затларыңыздың аңлаулары да зор ол. Себебі кейінгі өмірде қадеміңіз үшін сұлу мазмұн бере алады да. Сұлу көріністерді жасап өтесіз. Әлбетте қандай жақсы, зор сәубет болды, мазмұнлы болды деп ойлаймын. Егер керек жері болса, әлбетте керек жері көріп атырған болсаңыз, күнделік бетлеріңізге түртіп қойсаңыз болады. Ал қазір сәубетіміз ақырында, сәубетімізді тыңлап отырған инсанлар үшін, жас қызлар үшін, келіншектер үшін, қала берсе ажапаларымыз үшін не айтқан болар едіңіз? Birinchi navbatda har doim siz ichingizdan nimanidir xohladingizmi, shu narsani qilib ko'ring. Qilib ko'rish kerak. Masalan, o'xshasin, o'xshamasa, masalan, bo'lmasa-chi deb aytdik-ku boshida. Bo'lsa-chi deb harakat qiling. O'zingiz ustingizda ishlang, rivojlaning. Hamma narsani balansda ushlashga harakat qiling. Hammaning funksiyasi bir, hammani qo'ldan keladi. Sizlar uddalaysizlar, men sizlarga ishonaman. IT qizlar uchun. Wow, rahmat. Zilola sizlarga ishonadi, do'stlar. Albatta tenglilari. Zo'r, Zilola. Mening de har doim jahllarimni aytib жүретін, сол менен кішкене бір maslahat so'rasa da aytib жүретін нәрсем, hammamizning funksiyalarimiz bir. Masalan, hozir алдымызда тұрған бұл микрофонда да bizlerдің funksiyalarimiz менен бірдей инсанлар істеген. Әлбетте Алланың берген қабілеті менен, бірақ бұларды да бізге ұсаған инсанлар істеп қойыпты. Демек, бұдан да үлкен дәрежелерге біз жетсе аламыз. Сіздегі сол бір А, Б, С вариантлар маған да қатты ұнады. Мен де өмірімде сол жолменен, сол бір вариантлармен жүремін. Анау болмаса, мынау, мынау болмаса, анау. Хам har дайым өзіме өзім имканият жаратып қойғанмын. Әлбетте, керек жері болса, түртіп аламыз, достар. Бүгін Зилала менен қошласпаймыз. Және де өмірлік тұрмысқа шыққаннан кейін сәубетімізге тұрмыс хақындағы адаптация дәуірлері, басып өтілген жоллар, келін, қайнене хақында да сөйлесуге біз Зилаланы таклиф етіп қаламыз. Аңдашылар нема bo'lyapti деп. Соны айтамын. Әлбетте, алтын уақытларыңызды ажыратып келгеніңіз үшін сізге рахмет. Көріскенше. Рахмет.